Assalomu alaykum. Bugun ikkita kresloni modeli bo'yicha transformer va Nero modeli bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'taman. Birinchisi boshini regirovka qilib bo'ladi. O'rdan ancha qo'ygan. Boshlarini ham tepa pastga qilib regirovka qilsangiz bo'ladi. Materiali havo o'tkazadi, ya'ni hozirgi kunga ancha mos. Sifatli materialdan qilingan, unda xavotiri yo'q. 3 oygacha ham garantiya beramiz. Hop, mametlari uncha-munchaga qirilmaydi. Tagida funksiyalar. Baland pastiga regirovka qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi funksiyasi oyog'ini chiqarib, bemalol dam olsangiz bo'ladi, oyog'ingizni uzatib. Qo'shimcha funksiyalarini aytadigan bo'lsak, yana bu orqasi yotish uchun. Oxirigacha yotadi. Bu joyda to'xtatib qo'ysangiz bo'ladi. Uni bosadigan bo'lsangiz, yana qaytadi o'zi. Sidinkalari ham ancha yumshoq. Mashina sidinkasi bilan bir xil desa ham bo'laveradi. Tagida mana bu temirli bo'ladi. Yo'q taraflari uncha-munchaga roliklari ketib qolmaydi. Bunga garantiya ham beramiz. Bu ikkinchi modelimiz transformer modeli. Ya'ni nima uchun transformer desa, har tarafida o'zining funksiyalari bor. Birinchi funksiyalarni aytib o'tadigan bo'lsak, veshelka funksiyasi. Ya'ni bemalol kiyimlaringizni osib qo'ysangiz bo'ladi kelganda. Ikkinchi tarafi boshingizni regirovka qilsangiz bo'ladi. Uchinchi tarafi bel uchun tayanchi bor. Ko'p o'tiradiganlarga ishxonada belingizni ortib qo'ymaydi. Buni qulay tarafi hamma joylari setka bilan qoplangan. Havola o'tkazib turadi, ayni hozirgi vaqtga. Hop, bu funksiyasi qo'l uchun 3 ta funksiyasi bor. Tepa past qilsangiz bo'ladi. Yana qo'shimcha funksiyasi o'ngga chapga bemalol to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Oldinga, orqaga. Hop, yana bir funksiyalardan bittasi oyog'ingizni qo'yib dam olsangiz bo'ladi ancha. Hop, yana bir funksiyalardan bittasi bu funksiya. Bu hozirda pastga tushirib qo'ysangiz, pastga tushirilgan, bemalol oxirigacha yotadi mana. Agar buni ko'tarib qo'yadigan bo'lsangiz, yotgan joyingizni qotadi. Mana. Ko'rdingizmi? Bemalol ko'tar. Bu funksiyasi esa baland pastligini regirovka qilsangiz bo'ladi. Ushlab turgan holda o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Bu plastmassa, oddiy plastmassa emas. Hamma joylari yaltillab turibdi. Ya'ni sal narsaga qirilib ham, chizilib ham ketmaydi. Oyoqlari ham temir bilan ishlangan. Ko'rishingiz mumkin.